Podachi podalarini boqib yurganida bir buzog'i yo'qolib qoldi. Hamma yoqni qidirib chiqdi, lekin topa olmadi. "O Tangri Zeus", dedi u. "Agar buzog'imni o'g'irlagan o'g'rini topsam, senga bag'ishlab uloq so'yaman." So'ng yurib quyuq daraxtzorga kirdi-yu, yo'qotgan buzog'ini bir sher g'ajiyotganini ko'rdi. Bundan qattiq vahimaga tushib, tag'in ikki qo'lini ko'kka cho'zdi. "O Zeus, o'g'rini topsam uloq qurbon qilishga va'da bergandim. Fikrimdan qaytdim. Endi agarda shu o'g'ridan jon saqlab qola olsam, senga bag'ishlab ho'kiz so'ygum." Xulosa shundaki, axtargan hamma narsangiz ham sizga yoqavermasligi mumkin. Topgach afsuslanadigan narsangizni esa izlashdan, qidirishdan to'xtang. Sog' bo'linglar.